Mana уже tugagan barni chiqararim. Qaysi produktlarni men yana ikkinchi marta olaman. Birinchi bo'lib shu modeli penkasidan boshlamoqchiman, chunki yuzingiz quruq yoki чувствительный bo'lsa, bu penka sizlarga idealni tushadi. Bir xil penkalardan keyin yuz qurishni boshlaydi, lekin bu penka unaqa qilmaydi. Ana shu brenddan men retinolli siviritkasini olardim, chunki yuzimni tinuqi, emas prish qizarishlarni yo'qotib yubordi. Retinolni ko'p ishlatmaymiz, bir haftada 2 marta normalni bo'ladi. Men bu produktni har doim ko'rsataman. Bu Olina SPF kasi. Yuzingizda oq dog' qoldirmaydi, tez vpitvica qiladi. Bu SPF kadan keyin makiyaj ham tekis sillu yotadi. Agar sizda qizarish, zakrytый komedon, chorniy tochkalar bo'lsa, shu byudjetning gelni bir marta ishlatib ko'ring. Men bu gelni yuzimda qizarishlar bo'lganda ishlatganman. Chestni 2 haftada yuzimni tinuq bergan. Bu gel yuzi yog'li или же kombinirованныйlarga tushadi. Конечно же, давайте fiksatorga o'tamiz. Bu menda белорусский бренд Belor Design fiksatori. Hidi juda ham приятный, а самое главное makiyajni stoyko 12 soat ushlab beradi. Men bilaman siz yuzingizga yaxshi уход qilasiz, lekin qo'lni ham esdan chiqarmaymiz. Bu krem hidi juda ham приятный, а самое главное zo'r увлажнение beradi. Qo'lim quriganda men shu kremni bir marta ishlataman, keyingi kunda уже qo'lim yumshoq. Aytgancha обязательно bu yoqqa Instagramga podpisatsiya qilinglar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videoda sizlar bilan ko'rishamiz.